Yo, hamma salom do'stlar, sizlar bilan har doimdek Dallas Sobirjonov va sizlar meni kamdasiz do'stlar. Bugun biz Dallas 26 da bitta obunachim bilan birga bir o'ynab ko'ramiz. Obunachim yonimda o'tiribdi, salomlashib qo'ying. Salom do'stlar. Xo'p, tarkibi bilan tanishib olsak, 4-3-3 tarkibi meni ko'rmoqdasizlar. Zaminamni ko'ryapsizlar. Boshlasak ham bo'ladi. Xo'p, internet qattiq tursa boshlasak yaxshi bo'lardi. Zapis ketyapti. Abu Bakr. Hop, mikrofon yona. Davay olingchi. Hop, boshlandi mana o'yinimiz. Zvuk bor, yaxshi. Hop, Tiplarni ko'rasizlar bo'ladi. Men boshlamayman. Hop, boshlandi. Yaxshi, hujum yaxshi edi, lekin oxirigacha keta olmay qoldi. Lamine Yamal. Hop. Penalti qor. Yo, jichcha qoldi penaltigacha. Bunday qilib pas bersak tezroq bo'rdimi? Yo, voy. Jichcha qoldi, santimetrmidi? Santimetr emas edi. Hop. Boshladik o'yinni. O'yin deyman. Lamine Yamal. Yaxshi. Saliba. Hop. Out emas. Yo'q. Erling Haaland zarba yo'q. Yaxshi. Qiziq holat bor. Hop, Nuno Mendes. Kylian Mbappe ololmadi, yo'q, yaxshi. Rudiger ololmadimi? Xato qildi. Va voy, men ko'rmay qoldim. Lamine Yamal, uglovoy. Mataus. Udar emasmi? Yo'q, yaxshi. Alisson Becker. Hop. Kylian Mbappe Bellinghamga berib turib, voy. Ovoz bor. Hakimi, Nuno Mendes, Haaland. Yaxshi, orqaga qilib turib, minniyab ketib turib. Va. Men aslida sherigimga pas bermoqchi edim, lekin qanaqadir bo'lib gol urib ketdi. Shtangaga ketib. Himoyam pan. Yaxshi. Va sariq va qizil. Hop, Antonio Rudiger ketdi. Obunachimizga. Erling Haaland bosim qilyapti. Voy, penalti. Hop, William Salibaga qizli berdi. Yonimizda ham bittadan penalti bo'ldi va Xato. Yo'q. ikkinchi zarba. Voy! Jichcha qoldi. Shoshilib qoldim o'zim ham. Penaltida nimagadir mo'ljallamasdan zarba qo'ydi. Ha, mayli. Zo'r ketdi. Kylian Mbappe. Yaxshi Teo. Yo. Fernandes. Va zarba va gol. Erling Haaland yaxshi. Ikkita gol birinchi taymda. Yaxshi, birinchi taymimiz ham tugadi. Ikkinchi taymda boshlasak ham bo'ladi. Tarkiblarga o'zgartirish kerak. Mayli, men ham o'zgartirgan degan bo'lsa. Kelinglar, Messini tushiramiz. Lamine Yamal o'rniga Grimaldo kelgan. Carvajal kerak emasmi? Yo'q, kerak emas. Bo'ldi. Xo'p, 5 ta odamni o'zgartiribdi. Bir bo'lmishda 5 ta.
Haaland. Yo, Di Marco. Yo, nima bu xato? Lan oxiri nima bilan tugaydi? Yo, yaxshi. Xatosini to'g'riladi Danaruma. Fora berdim endi, fora berdim valla. 3-0 bo'lardi endi. Zal ko'p bo'ldi. Fora berdim. Hop. Nima qilyapti bilmadim. Yaxshi urolmadi. Kylian Mbappe Messiga berib turib, Messi hujum qilamiz. Messi orqali hujum boshlayapti. Hop, orqaga qilib turib, Bergkamp. Bergkampdan zarba. Yo'q, mayli. Bu ham fora bo'ldi, fora mendan fora. Erling Haaland yo'q. 2-0 hisobida yutmoqdaman. Balkim urarsiz gol, bilmadim. Hop. Oy, ziycha qoluvdi. Bunday pas berib turib, ularga uramiz. Yaxshi. Messi yugurami? Da yuguradi. Haaland yo'q. Oh, yaxshi. Mbappe yo'q. Fol yo'q. Hop, Valverde Varatan bekarga chiqdi. O'zim ham qilib qo'ysam bo'lardi vaziyatni. Hech bo'lmasa bir dona gol urib olishim kerakmi? Yordam bermaydi bitta gol. Mayli. Hakimi yo'q va gol. Yaxshi. Comeback orasmigina 5 minutda. Yo'q. Hop, orqaga qaytarib turib, bunday qilib turib, bunday. Wow. Ketdik do'stlar. Yo, qani? Yo. Va 2-1 hisobida men yutmoqdaman. Omad sizga. Xo'p, o'yinimiz tugadi. Do'stlar, agar videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska tashlab qo'yinglar. Sizlar bilan Sobirjonov bo'ldi. Va obunachim. Hammaga xayr do'stlar.